inson bitta narsani bilish kerakki, vafot topgandan keyin qabriga sizni ortingizdan 3 ta narsa boradi. Mana shu narsani hech qachon unutmang. Bu hadisda aytilgan. Inson bolasi o'lib, vafot topib qabriga borsa, ortidan 3 ta narsa ergashib boradi. Ahli, moli va amali. Yana qaytaramiz, ahli va moli va amali. Mana shu 3 ta narsadan 2 ta narsa ortga qaytib ketadi. Bitta narsa qabriga inson bilan kiradi. Qoladi, ya'ni o'zi bilan. Qaytib ketadigan narsalar ahli va moli. Ahli deganda ahli oilasi, qarindoshlari, shular. Lekin moli deganda uni masalan xizmatkorlari bo'lishi mumkin. Bu ham molga kiradi. Qullari bo'lishi mumkin. Yoki uni olib borguncha sarflangan ulovlar va hokazo narsalar qabrgacha boradi. U qabrga qo'yilgandan keyin u insonni tashlab hammasi ortga qarab ketadi. Endi siz bilan qabrda qoladigan bitta narsa bor, u ham bo'lsa amal. Bomdodga ish sababdan turmasdan uxlab yotganlar shuni bilsinki, sizni qabrda yolg'iz holatda tashlab ketadigan, qabrga qo'ygandan keyin orqasini o'girib ketadigan narsa uchun, ya'ni pul, mol, dunyo uchun bomdodga tura olmayapsiz. Mana shunga ko'zingizni oching. Mana shuni bir tafakkur qiling. Qabrga qo'yilganingizdan keyin siz bilan birga qoladigan bomdod namozini o'qimayapsiz-da, qabrga qo'yilganingizdan keyin sizdan ajralib orqasini o'girib ketadigan pul, mol, dunyo va bola chaqa uchun erta-kech harakat qilyapsiz. Kim Alloh taologa ertaga 4 mahalliy namozxon bo'lib yo'liqishni istaydi? 4 mahal namoz o'qigan odam bo'lib yo'liqishni kim istaydi?